Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Tavhid nima narsa? Tavhid la ilaha illalloh. La ilaha illalloh Allohdan o'zga ibodat qilishlikka loyiq zot yo'q degani. Bir inson islom diniga kirishlikda bu kalimani aytishlikka majbur. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh nima degani? La ilaha illalloh bu tavhid. Tavhid deganda biz nima narsani qasd qilamiz? Tavhid deganda biz Alloh taoloni zotida, fe'llarida, ism sifatlarida yakkalashlikni qasd qilamiz. Ya'ni Allohni rububiyatida, ulug'iyatida va asmo sifatlarida. Ya'ni u zotni yakka yolg'iz deb e'tiqod qilishlik. Alloh azza va jalla aytadiki: "Valillahi ma fis samawati va ma fil ard va ilallohi turja'ul umur." Osmonlardagi bor narsalar va yerdagi bor narsalar Allohnikidir va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytarilajak. Mu'min Allohning mulkida yakka yolg'iz bo'lgan zotligiga iymon keltirishligi, hech bir sherigi yo'qligiga iymon keltirishligi va o'zini mulkida o'zi xohlagandek taqsimlashligiga iymon keltirishligi, buni nomi tavhid deb ataladi. Alloh azza va jalla aytadi: "Innalloha huvar-rozzaqu zul quvvatil matin." Zero Allohning o'zigina barcha haloyiqqa rizq-ro'z berguvchi, kuch-quvvat sohibi va qudratlidir. Mu'min agar ishonsaki, rizq Allohning qo'lida, rizqni beradigan Allohdir desa, bu masalada Allohga hech bir sherik qo'shmasa, bu mu'minni Robbisini yakkalashligidir. Alloh buyurdiki: "Ala lahul xalq val amr, tabarakallohu robbul alamin." Yaratmoq, amr etmoq, hukm qilish, qonun qo'yish Allohga oiddir. Olamlar Robbi Alloh taolo naqadar buyukdir. Agar bir musulmon yolg'iz yaratadigan zot Alloh ekanligiga ishonsa, yolg'iz o'zi hukm qilishligiga ishonsa, yolg'iz o'zi qonun chiqarishligiga ishonsa, yolg'iz o'zi harom halolni belgilashligiga ishonsa, buning nomi tavhiddir. Bu Alloh taoloni yakkalamoqdir. Endi buni ikkinchi taraf ham bor. Mu'min o'zining so'zlarida, harakatlarida, amallarida Alloh taoloni yakkalashligi. Shunchaki so'z bilan aytib qo'yishlikni o'zi yetarli bo'lmaydi. Inson hayotini shunga muvofiq kechirishligi shart bo'ladi. An'om surasida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mushriklarga tavhidni izhor qilar ekan, ya'ni tavhidni bildirar ekan, aytadiki: "Qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin." Ayting, mening namozim, qurbonliklarim, ya'ni ibodatlarim, hayotim, mamotim barchasi olamlar Robbi Alloh uchundir. La sharika la. Allohning bu hukmida hech bir sherigi yo'qdir. Mulk Allohniki deganingiz kabi hayotingizni shunga muvofiq kechirasiz. Hukm qo'yish Allohniki dedingizmi, hayotingizni shunga muvofiq kechirasiz. Qonun chiqarish Allohniki dedingizmi, hayotingizni shunga muvofiq kechirasiz. Namozingizni Allohga qilasiz, qurbonliklaringizni Allohga kesasiz, duoni Allohga qilasiz, Allohdan kutasiz, Allohdan qo'rqasiz. Buni ismi tavhiddir. Eng muhimi, Alloh uchun yashaysiz, Alloh uchun o'lasiz. Na bir tuproq uchun, na bir bayroq uchun, na bir shaxs uchun. Faqat va faqat olamlar Robbi Alloh taolo uchun yashaysiz, olamlar Robbi Alloh taolo uchun o'lasiz. Bu masalada unga biron bir narsani sherik qilmaysiz. Buni ismi tavhiddir. Tavhid bir inson Allohning ismi sifatlarida yakkalashligi kabi Allohga qullik qilishda ham olamlar Robbi Allohni yakkalashligi, buni ismi tavhid deb ataladi. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka va atubu ilayk.